Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed İbni İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhine Sahih Bukhari namlı kitabıda taharet kümeni münasebetlik mezmullah hakkında İmam Bukhari rahmetullahi aleyh çülü bilen ve mes kıldıgan içimliklerle taharetleşik bulmaydı dep bu babını alaydı gevdilendirip oturup koygan. Ve çüle dignimiz mesela vatanda mahoma mesela yaki çilan ya güle neslerini soğukçılap koyup şunu nasıl tatlı çıkanınızı içidiğen bir içimliklerimiz var. Yani bu mes kılmaydı. Sen uzarak durup kalsa bu içip çüçmeli olap mes kılış girdabı berip kılışı mümkün uzak tuğa vakti. Yani bu mes kılış girdabı bağımıgan haleti bu hamda. Çülünün. Onundan başka da içitme içimliklerimiz var mesela. Açık soğuk okşaş ve şu şekildeki müştah neslerden taharetleşik bulmaydı demekçi. Bunu Hasanul Basri, Ebul Aliye qatarlıq kişiler mekruh dep qargan. Bunu yani taharet alsa mekruh dep avıldek dursunmaydı demey İmam Bukhari'dek ama mavla mekruh dep qargan eken. Ebul Aliye degan Rafi ibn Mihran namı bilen başta ötüp bolgan Kitabul İlm'nin başında bu kişi. Demek bu Ebul Aliye yani Rafi ibn Mihran el-Ribahi Hasanul Basri rahmetullahi aleyhle bu mekruh dep qaraptı. Hem de Ata degan kişinin deyişçe Ata ibn Abi Rabah degan kişi tercümalı başta ötken. Hem de müşta süt, müşta çüle içitgan narsalar bilen taharet algandın bana tayemmüm qılgınım yaxşırak degan. Bu adamның nazarida yana şu nima bilan çülü bilan taharet alsa azroq bo'lishi mumkin, ammo men tayammum yaxshi ko'rmayman degan qaydni bu yerda İmam Buxoriy keltirgan. Bu Ata ibn Abi Rabah'nınki qarashi, ko'z qarashi. Ammo İmam Ebu Hanife rahmetullahi alayhi bu haqda 3 xil ko'z qarash shakllangan, rivoyat qilingan. İmam Ebu Hanife'ninki nazarida çülü bilan taharet alsa bo'ladi, uningda niyatni shart qilib turib olgan. Yani tayammum qilmaydi degan bu mashhur rivoyat deb qaralgan. Yani bir ko'z qarashi tayammum qildi, uning taharetleşik bo'lmaydi degan qarashim yoqlangan. Yani birisi hamda keyingi qaytqaroq ko'z qarashi debdi hamda. Shu tayammum qiladi, taharet olmaydi degan qarash ko'pincha Hanifi mazhabining ayni vaqtdagi ulamolarning ko'z qarashi. Buni hatta to'g'ri deb qaragan İmamul Aynimi, İmam Ebu Yusuflar İmam Tahaviymi Ebu Hanife'ning mush qarashini yoqlagan. Ama 3-cü xil qarash hem taharet aladi, hem tayammum qildi degan qarash bu sədəli qeylişirək, şirşimraq qaraşma bu. Ama tayammum qiladi, taharet olmaydi degan qarash mushu kuchliroq bo'lsa kerak. Bu məsələ Şərh Viqaya, Muxtasar Viqaya kitoblarida mesela mantının suyu, mesela tamaknınki suları, mesela narsalar taharet alsa bulanı bulmamdı degan məsələlərdə bekrak gevdilik ifadelengen. Bu meselenin ait konkret biliş için hem de Muxtasar Viqaya yoki Şərh Viqaya kitoblarga murojaat qilsa Hanifi mazhabiniki ko'z qarashini taxminan ait ro'shan his qilg'il bo'ldi. Endi bu 242-numurlik hadisda İmam Buxoriy rahmetullahi alayh bizga Ali ibn Abdullah degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu Ali ibn Madini degan isim bilan mashhur İmam Buxoriyning eng büyük ustozlaridan shu muhaddislar orasida eng mashhur muhaddis. Bu kishi deydi bizga Sufyan hadis so'zlab bergan edi deb shundoq deydi. Sufyan ibn Uyayna. Bu kishi deydi bizga Zuhri hadis so'zlab bergan edi deydi. Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Zuhri bek ko'p o'tib bo'lgan. Bu kishi Abi Salama degan kishidan hadis rivoyat qilgan ekan. Abu Salama Abdurrahman ibn Avf'ninki o'g'li Abdullah ibn Abdurrahman ibn Avf deymiz. Kitabul Vahiyda bir şey o'tgan. Bu kishi Ayşe anamiz Peygamber sallallohu alayhi vasallam rivoyat qilib, Peygamberimiz shundoq degan ekanda, har qanday mas qiladigan ichimlik haram degan Peygamber sallallohu alayhi vasallam. Janob Rasululloh ayni vaqtida Arab yerim oralida haraqniki mas qilish nima cheklanish haqida
3 xil bosqichni boshidan o'tkazgan, tadrijilik bosqich. Endi bu arablar bu cho'l bayovar rayonlar ichimlikni mushtarak sal süzüp, sal onu iş qo'shib, tatlıqlashtirib, sen bunda içmese birinchidan ish pishib qoladi, ikkinchidan ussizlik qolmaydi, uchinchidan elbette vaqtida suv saqlamoq ta'sirrak. Shunga bunday narsalarni eshitib saqlagan vaqtida uzoq saqlag'ili bo'ladi. Bularning bu ish pishqini oladigan bir muhim ichimliklarniki qatorida. Shunga aroqniki turi, mast qiladigan narsalarning turi nihoyat ko'p edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan mushtaq bir asaldan yasaladigan bir aroq haqida so'ralgan. So'g'a vaqtida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buningga mustaqil shu so'ralgan shu ichimlikning o'ziga javob bermasdan Payg'ambarimiz cheklagan ichimlikniki sabab illatini bayon, o'rtoqlikni bayon qilib o'tgan. Bu hadis undaqda umumiy bir ichimlikka nisbatan umumiy bir qoida. Mush illat tepilsa bu ichimlik ko'pimi harom, ozmi harom, nemidan yasalgan bo'lsin, bu cho'qim harom. O bo'lsa meslik illat. Agar shuningda mes qiladigan quvvat bo'lsa ichimlikda, bu har qanday nima yasalgan bo'lsin, hatto zamzam yasalgan bo'lsin, astag'firullah harom. Qanday narsa yasashdan qat'iy nazar. Ammo buningda mes qiladigan illat bo'lmaydi ekan, bu ichimlik durust degan bo'ladi. Demak, bu islom shariatidagi hukmdagi umum bir qoida va hadis bu. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.